Bugungi Cobalt avtomobilimizni Qozog'iston mijozlarimiz olib kelishdi. Полный наворот qilishga Equinox tablo, Malibu rul, Malibu bar, TS monitor CC3 torpedka koja hamda полный salon Black Piano qilib berganmiz. Avarinka ulangan rulga, dalniy migat qiladigan ulangan, signal bor, cruise control ishlaydi. Bu yoq tomoni tabloni boshqarish uchun ishlaydi hamda orqada lepistoklari, bu yoqdagi knopkalari multimediyasi uchun ishlaydi. Bugungi Cobaltimizga ham Equinox avtomobilini original tablolarini ustunovka qilib berganmiz. Deyarli hamma funksiyalarini yoqib ishlatib berganmiz. Даже Equinox funksiyalari ham yoqib ishlatilgan. Torpedkadagi detallarni koja qilib berganmiz. Mana bardachon tepasi bo'ladi. Hamda Malibu ramkamizni, mana Malibu tablo ramkalari bilan birga koja qilib qo'yganmiz. Ruchnoy tormozlari original, skorchichaklari original primerliki, parrandali platali, shaxtali kranshtaynda qotgan. Bitta knopkaga bagaj ochishi ulab ishlatib berganmiz. Kapot ochilsa ham даже bevosita mana kapot ham ochuvligini bizga ko'rsatib ogohlantirish beryapti. Qaysi eshiklar ochuvligini ham ko'rsatadi. Masalan, mashinani yurg'izmoqchi bo'lsak, ogohlantirib beradi qaysi eshiklar ochuvligi bo'yicha.